qilingan. Xo'sh, bir daqiqa kuting. Demak bu yer Uesugi qal'asimi? Uesugi bu otryadining Shiryuning uchuvchi. Qal'aning tuzilishi ta'sirchan. Ha, juda katta ekan. Uesugi ichkarida o'tiradimi? Keling, unda odamlardan biroz otangiz haqida ma'lumot yig'aylik. Uesugi bu otryadining squati. Hoy, bu rostdan ham qiziqarli savolmi? Hozirda ustozimning vaqti juda ham kam. To'g'ri kelgan odamlar gaplashmaydi. Hoy, nima deyapsan? Janob Uesaguni o'zi bizni shu yerga chaqirdirdi-yu. Shuning uchun uning ittifoqchilari har doim shu yerga to'planib jang qilishadi. Ular qanday qilib bu yerga yig'ilgani menga noma'lum. Siz qaysi tarkibga kirmoqchisiz? Kanemakining bo'shi jamoasiga. Xo'sh, to'g'risini aytsam, men Uesugi ittifoqidan emasman. Nima deding? Voy, nega bular g'alati qarayapti? Yoki begonalarni kirgizmas. Bobomning aytgani to'g'ri ekan. Aytganda xo'p deb qolishimiz kerak edi. Nima deysiz, janob Navoiy? Haddan tashqari muhim mehmon kelyapti. Kichkina xato ham yuz bermasin. Endi bu xarobalarni o'ldir. Biz jinoyatchi emasmiz. Biz ularga taslim bo'lmaganimiz ma'qul ko'rinadi. Sen o'lasan. Nima? Musashi! Qanday qilib bir oyoq bilan Musashini yengdi? Bu kim? Mr. Navoiy, bu bola zaif. Va bu shu sifatida bu e'tiborga loyiq emas. Hoy, nima deding? Bu qanday shovqin? Hoy, bu nima narsa? Bir daqiqa, bu nega ustidagi gerb tanish? Uesagi oilasining asosiy tarmog'i gerb bo'lgan. Agarda bu shunday bo'lsa, xo'jayinimiz ichkarida, kelishingizni kutgandik. Balki shudir. Balki bu otamni taniydigan odamdir. Nega Naotaro Takeda u yerda? Naotaro Takeda, Bushik otryadining komandiri. Takeda bu yerda nima qilyapti? Men asosiy Uesagi chiqadi deb o'ylagandim. Yana kechirasan, men sening birinchi o'jangdan olaman. Salom, biz Flame Tenguda bir-birimizni ko'rmadikmi? Eslatuvchi sen kimsan? Nima? U meni unutdimi? Ko'rinib turibdiki, men uning e'tiboriga loyiq emasman. Va ahmoq o'xshab uning to'g'risiga kelib oldim. Qanday sharmandalik. Hazillashdim, albatta eslayman. Ismingiz Musashi, to'g'rimi? To'g'ri, va men sizning ustingizdan kulmoqchi edim. Men sizni esladim. Endi xursandmisan, Musashi? Siz hali ham shu yomon ishlaringizni qilib yuribsizmi? Siz har doimgidek ishingizda, to'g'rimi? To'g'ri, siz bu gapni aytish uchun jasoratlisiz. Jojiro, nega bu yerda hamma unga ta'zim qildi? Hatto bizning Tsugimi. Hoy, nima deyapsan? Janoblar, men bilan nega do'stona muloqot qilyapsiz, janoblar? Tsugimi bizni janoblar deb aytdimi? Bu Takeda Hinamatodagi ikkinchi katta Bushi birligi. Yo'q, u bo'shatgan joylarga qaraganda u eng kattasi.
Boshida ulug'vor Naoto Takedoraning o'zi. U shunchaki bosh emas, Uesugiga o'xshaydi. Eng kuchlilardan biri va 5 buyuk generaldan biri ham. Tashi, u tasodifan siz bilan bizga kattakon baliq kitobni muqovasiga qarab baho bermang. Kinomatodagi ikkinchi odamga qaraydi. Bu qizil soch kim? Hurmatli Takeda, iltimos bu uchalasini bizga bering. Bizning ittifoqchilarimiz emas, va ular o'ladi. Nima uchun bu yigitlar menga xizmat qiladi? Yolg'on qilganimiz uchun uzr, keyinroq ularni jazolayman. Ne odamsiz? Siz shaxsan ularga kafolat berdingiz, demak shunday. Siz meni tushunishingizni bilardim, rahmat. Sizni olib ketaman. Xo'jayinim bilan uchrashuvingiz bor, to'g'rimi? Ha. Naotora, Uesugining boshini ko'rishimiz kerak. Orzu qilmang. Iltimos, meni olib ket, do'stim. Ya'ni olib keting, iltimos. Naotora. Va akamning uzoq qarindoshlari. Gapimni eshitmay ketib yubordi. Ular sizning qarindoshingiz bo'lsa, ular tirik qolsin. Ajoyib. Lekin nega menga buni yubording? Lekin men sening xizmatkoring emasman. Tabiiyki men sizni o'zimga teng bilaman. Lekin bir narsa siz menga yordam kelishingizni aytadi. Do'stim, Avajini mag'lub qilmoqchimisiz? Bu oson ish emas. Ha, bu yaxshi emas. Biz janobga aytishimiz kerak. Ilohiy Orol. Men Obsidian jangchilaridan biriman va sizga xizmat qilishga qasam ichaman. Nomim bilan qasam ichaman. Uesagi Boshi ittifoqchilarining hammasini o'ldiraman. Musashi hech bo'lmaganda ularning kimligini tushuntirmadi. Bu bolalar Kojiro bilan shahrimizni saqlab qolishdi. Yapan boshlang'ich Uesagi bu degani Takadaning atrofidagi barcha qarindoshlari va ular ilgari qarindoshlikni hamma narsadan ustun qo'ygan. Uesagi ayniqsa qarindoshlarini hamma narsadan ustun ko'radi. Qarindoshlikni hamma narsadan ustun qo'yadimi? Negadir men buni tushunmayapman. Men har doim janob hamshiro hech qachon meni yuzimni yerga qaratma derdi va u otryad sharafini juda qadrlardi. Lekin men o'zim javob topmoqchiman. Kojiro, xavotir olmang. Men otangiz haqida barcha ma'lumotlarni sizga topib beraman. Musashi, jangchilar orasida adashib qolsak, bizni kim topadi? Men bu joyda maslahat bermayman. Agarda bu yerda sudlanib bersak, o'lasan. Bilamiz, hamma joyda o'ldiramiz. Men ham tushunayapman, hamma joyda o'ldiramiz deydi. Lekin biz jang qilishni bilamiz. Hoy, qarang, biz mag'lub qilgan Flameting bu. Demak, bu odam Ava orolida o'tiribdi. Yamata, no Orochi bilan tanishing. Qanaqasiga bular qanchalik Qo'laklar ularning kuchliligini bildiradi. Demak, u shunchalik kuchlimi? To'rdashingdan biri. Bu nima deganini tushunmadim. Bu to'rtta yirtqich hayvonlarning barchasi bittasining avlodi. Qorakisning avlodi. Endi men tushuntiraman. Avvallari 150 yil oldin Hinomatoga bizga kelgan va odamlar hayron qoldi. Bunday kuchni qanday yo'q qiladi? Birinchi ularning kichkinalarini o'ldirish kerak va keyin ota-onalarni o'ldiring. Agarda siz uni o'ldirmoqchi bo'lsangiz, ularning boshlarini kesish kerak. Shundagina biz Yamato va Orochini mag'lub eta olamiz. To'g'ri, bu gapni gapirish oson. 1,5 asrdan beri buni hech kim qila olmagan. Bu juda qiyin. Agar yashashni istasang, kallangni ishlat. Takeda aralashmasligimizni aytgan bo'lsa ham, nima bo'lsa ham biz ular bilan jang qilamiz. Biz Kojironing otasi haqida bilib olishimiz kerak. Shuning uchun ma'lumot izlashga ketyapman. Shunchaki shovqinsiz qaytib keling. Xo'sh, endi ketamiz.
Qanunda? Chiroyli qal'aning ustida nima qilyapsan? Men tushunmadim, siz kimsiz? Qal'a rostdan ham juda katta, lekin bu yerga ancha pul ketgan. Busi, har bir jangchining oilasi uyda kutadi. Xotinlari va bolalari, ota-ona, birodarlari. Ularning ortida esa ularning ajdodlarining tarixi ko'tariladi. Har safar boksni tegani urushdan oldin shu yerga kelaman. Amaki, siz rostdan ham donishmandga o'xshaysiz. Siz Bushi bo'lsangiz kerak. Albatta. Yoshingizda ichida 15ta. Tushunarli, hammasidan ham ko'proq tushundim. Men sizdek yoshlarni o'limga olib borishni xohlamayman. Ammo dushman bunga yo'l qo'ymaydi. Jangga tayyormisiz? Albatta o'zini Bushi dedi, ammo o'zi kim u? Janob. Men o'ylaganimdek siz shu yerdasiz. Jangchilar sizni kelishingizni kutmoqda. Shundan keyin boraman. Tilchi, kimsan Uesagi oilasining boshlig'i turibdi. Janob Tatsumi Uesagi. Amaki, siz Uesagilarning boshlig'imisiz? Ko'p gapirma, Tilchi. Hoy, bunga arziydi. Bu mening ittifoqdoshim bo'lsa, u meniki. Qanday omadliman? Savolim bor edi. Yo'q, umuman bizning ittifoqdosh emas. Bu begonalardan biri. Yo'q, albatta men Naoto'ning do'stiman. Lavotretga aytaman. Ayni paytda pichoqning darajasi va rangi qanday doja va bu qanday hayvon? La'natda ular meni tushunib qolishdi-ku. Qal'aga bostirib kirish o'lim bilan jazolanadi. Biroq janob Takeda sizga yaqin edi. Xo'sh, uni qabul qiling. Biz noqonuniy kirganimiz uchun bizni jangga yuborishadimi? Eng yomoni jangning o'rtasiga bizni qo'yib yuboradi. Hech narsani tushunmasam ham o'lishni xohlamayman. Biz qal'aning ichidamiz. Biz otangiz haqida ma'lumotlar to'playmiz bu yerdan. Musashi. Biz bu o'limdan qanday qilib qutulamiz? Nima bo'lganda ham biz qandaydir tarzda omon qolamiz. O'tgan safargidek uchalamiz reja tuzib bularni yo'q qilamiz. Albatta. Ha, siz haqsiz. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, birgalikda qiyinchiliklarni yengamiz. Hoy uchalang, to'xtamasdan yo'llaring. Teza kiyimingni alishtirlaring. Qanday tartibsizlik, qizinsachlik, sen chapga. Musashi. Shunday qilib yolg'iz qoldim. Endi tinchlanib nima qilishni o'ylashim kerak. Men hammasidan kuchli bo'lishim kerak. Men eng kuchligi bo'laman. Men ko'ryapman. To'g'rima-to'g'ri hammani ko'ryapman. Eshiklarni ochishi bilanoq Musashining o'zgacha istitorda ishga tushadi. Va u xonada kim ekanligini anglaydi. Va u tez orada kim mas'ul yoki kim mas'ul emasligini aniqladi. Birinchi bo'lib ularni kuzatish kerak. Bu ish allaqachon alohida guruhga bo'linganga o'xshaydi. Ular masofa saqlaydi va bir-biridan ehtiyot bo'lishadi. Bu narsani anglatadi. Ular bir-birini tanimaydi. Yangi kelganga yaxshilab, sinchkovlik bilan qaraydi. U kuchlimi yoki zaif? Xo'sh, shunday bo'lsa, bu yerda hali ham yuqoriroq o'rin egallash imkoniyati bor. Kelajakdagi pozitsiyam o'zini tutishimga bog'liq. Darhol buni hal qilib olaylik. Bu yerdagi eng kuchliligi bizga qo'mondon bo'ladi. Mening imkoniyatim. Biz qarshi emasmiz. Haqiqatda ham bu bitta. Men Amako Bushi o'tiratining rahbari Hisamu Amakoning o'g'liman. Amako Bushi o'tiratining rahbari. Shimuzu Bushi jamoasi Akihiro Shimuzu. Shimuzu Bushi otryadining rahbari.
Bu yerda zodagonlar nima qilyapti? Xo'sh, u qandaydir boylarning o'g'li. Otangning birorta xotinining to'rtinchi yo birinchi farzandi bo'lsa kerak. Bo'lmasam bu do'zaxga yuborilmagan bo'larding. Jayirsin, Amoko ittifoqining eng zaifi sizmisiz? Nima, hamma ham o'z oilasini maqtashni xohlashadi. Nima dedingiz? Aytmoqchimanki, siz bizga qarshi chiqish uchun hali yetuk emassiz. O'zingni o'chirdi, gapingni qaytarib ol, bo'lmasa mandiraman. Bir daqiqa, nima ular? Mening tengdoshlarim bilan bu yerga yig'dimi? Ularni men o'ldiraman. Bu niqobdagi qanday samuray? Chiro? Albatta, Michiro-san. Sen ham bu yerga keldingmi? To'xta, nimaga sen bunchalik g'amginsan? Oldimizda jang juda qiyin, shunday ekan. Men sendan xavotirdaman, Musashi. U mendan xavotirda? Voy, do'stlarim yo'q desam, mening do'stim shu yerda-ku. Hoy bola, ularni tinchlantira olmaysizmi? Ularni qanday tinchlantirish kerak? Biz bir jamoamiz, lekin ular hali ham urushmoqda. Ha, juda kuchli bo'lsang, qani, urib yo'qchi meni. Sizlar bilan gaplashsam mayli, lekin ular faqat maqtashyapti. Uesugi uydan birontasi bizni eshitib qolsa, Kojironi otasi haqida bilish kerak emasmi? Uyda boshqalardan ko'ra yaxshiroq komandirimiz bo'lganda. Ikkisi vahimali. Men qilish majlida qanchalik kuchli ekanligimni hammaga ko'rsatib qo'yishim kerak. Hoy hammang. Hoy, jiddiymi? Men ham sen bilanman. Yaxshi. G'olibni shunday aniqlaymiz. Xo'sh, bu nima? Siz pichoqning orqa tomoni bilan urishingiz kerak, nima bilmaysanmi? Hamma shu tarzda tartibga solinadi. Bu ishlar o'rtasidagi o'limgacha bo'lgan jang. Shuning uchun qilishni to'mtoq tomoni bilan urishamiz. Faqat bittasi qolmaguncha urishamiz. Menga bu yoqyapti, bu ish bo'lish qanday ajoyib. 3 kishi urushyapti. Bu chegaradan o'tib kelsa yutqazadi. Tushayotgan bo'lsak, o'zimizni tanishtirishimiz kerak. Siz Takidaniga o'tirayotgan emasmisiz? Kanemaki Ishin Ryu'ni ustasiman. Va Kanemaki jamoasining boshisi. Men Musashi deb chaqiring. Boshlang. Birinchi navbatda zaif bilan urushaman. Meni himoya qil. Bu ahmoqqa ruh bormi bu yerda? Ikkalasi urushayotganda.